Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi NTD televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkiston va Xitoyning ichkari o'lkalaridagi majburiy emgakka selish siyosati haqida to'xtaldi. Suhbatning asosiy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Amerika Quyosh energiyasi sanoati iyun oyida yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ta'siriga uchradi. Bu qonun atalmish Şinjan'da ishlab chiqarilgan mahsulotlarning majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligini isbotlashni talab qiladi. Mening Sharq Turkistondagi oila a'zolarim jazo lagerlariga qamalgan. Ular majburiy emgakka selinadi. Salih Xudoyor Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri. U ilmi Amerikada yashayotgan Uyg'ur. U Prezident Bayden oldingi dekabrda imzolagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining kuchli qo'llovchisi. Majburiy emgakka selish turi yolg'iz Sharq Turkistonda emas, balki Xitoyning ichkari o'lkalarida ham mavjud. Uyg'urlar, Xitoyning qarshidagi siyosiy jinoyatchilar va Falun Gongchilar majburiy emgakka selinmoqda. Ko'p qutbli kirmini, ya'ni polisilikon quyosh energiyasi taxtasida berkidi. Mo'ljallanishcha, dunyodagi 80% quyosh sinipi ko'p qutbli kirminining 50% Sharq Turkistonda majburiy emgak orqali ishlab chiqariladi. Wall ko'chasi jurnalining aytishicha, nurg'ulg'an Xitoy quyosh energiyasi taxtasi ta'minlaguvchilarining mollari tutib qilindi. Kasb boshqaruvchilarining so'ziga qaraganda, rayondan kelganda Amerika tamojna va chegara qo'g'dash tarafidan majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan deb qaralganlikdan Amerikaga kirgizilish imkoni bo'lmaydi. Shirkatlar ta'minlash zanjirining har qanday birida majburiy emgakning yo'qligini isbotlaydigan hujjatlarni ko'rsatishi kerak. Nick I.A. Covilla bo'lsa, gullangan Amerika uchun ittifoqning aloqalashish ishlariga mas'ul yuqori darajalik muavin raisi. Uning qarashicha, u Amerika xalqiga g'alaba qozondirdi. Ular majburiy emgak bilan raqobatlashmasligi kerak. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, biz Amerika hukumati va Amerika tamojna chegara mudofaa organining Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini butun kuchi bilan yo'lga qo'yishga chaqiramiz va yana Amerika parlamentining Xitoyda ishlangan barliq tovarlarning Amerikaga kirishini cheklaydigan texnik kuchli qonun loyihasini yo'lga qo'yishini talab qilamiz dedi. Amerika Afg'onistondan chekinib bir yil o'tgandan keyin Amerika jasuslik organlari Xitoyga yuzlandi. PBC xabar soati to'rining 8 avgustdagi xabariga qaraganda, terrorlikqa qarshi turish markazining rahbarlari yaqinda chaqirgan yopiq yig'inda Amerika Markaziy axborot idorasining 2 nomerlik amaldori ba'zi tashkiloti va boshqa radikal tashkilotlarga qarshi turishning yanada muhim ish ekanligini, ammo organning pul va boyligining Xitoyga markazlashadiganligini aytdi. Afg'oniston urushi oxirlashib bir yil o'tgandan keyin Bayden va uning yuqori darajalik amaldorlari terrorlikqa qarshi turish to'g'risida oz, Xitoy va Rossiyaning iqtisodiy va siyosiy tahdidiga qarshi turish to'g'risida ko'p to'xtaldi. Ammo bu yerda g'olliq bir axborot agentligi bor bo'lib, yuzlarcha ofitser va ba'zi qimmatli terrorlikqa qarshi turishda xizmat qilayotganlar Xitoyga diqqatini markazlashtirdi. Amerika Markaziy axborot idorasining muavin direktori Dave Cohenning organning eng muhim ishi Beijingni tushunish va uningga qarshi turish dedi. Axborot xodimlari o'zlarining Xitoy to'g'risida texnik ko'p tushunchaga muhtoj ekanligini aytdi. Afg'oniston va Iroqda vazifa o'tagan sobiq armiya qo'g'duvchisi Avam palata a'zosi Jason Crow Amerikaning yaqinqi bir qancha yilda terrorlikqa qarshi turish masalasiga haddidan ziyoda ahamiyat berganligiga ishonganligini aytdi. Avam palatasi axborot va qurolliq mulozimat komitetida xizmat qiladigan Colorado demokratchisi Crow mavjud eng chong xavf Rossiya va Xitoy. Amerikaning turmush usulini terrorlik tashkilotlari emas, Xitoy vayron qila oladi dedi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan ahvoldan xabardor bir necha kishining so'ziga qaraganda, parlament Markaziy axborot idorasi va boshqa axborot organlarini Xitoyni birinchi o'ringa qo'yishga majburlagan. Mablag'ni Xitoyga qaratib, terrorlik tashkilotlaridan azaytishni ilgari surgan. Parlament a'zolari Xitoyning ilg'or texnikalarining taraqqiyotiga munosabatli texnik ko'p uchurlarga erishishni umid qiladi. Xitoyga markazlash uchun organ ichida nurg'ulg'an ofitserlar Xitoycha o'rganayotdi. Amerika Markaziy axborot idorasining pensiyaga chiqqan amaldori Marek Polimoripolis Xitoy va Rossiyaga texmo ahamiyat berishni qo'llaydiganligini aytdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Amerika va boshqa g'arb axborot organlari Sharq Turkiston mustaqillik tashkilotlari va ularning rahbarlarini nishon qilgan Xitoy axborot harakatiga qarshi turish kerak dedi. Algeriya, Saudiya Arabistoni, Iroq, Yemen va Pokiston qatorliq 30 musulmon davlati vakillaridan tarkib topgan bir guruhga oldingi hafta Xitoy Tashqi ishlar ministrligining talabi bo'yicha Sharq Turkistonga berib 5 kun ziyorat qilgan.
Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikon sekretari Ma Xingri bilan görüşken. Xitayning Uyg'urlarning haqqlarini qo'g'daydiganligini aytib, Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlashiga yordam bergan. Ziyoratdan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, vakillar bu yerdagi diniy e'tiqod erkinligi va musulmonlarning har xil huquqining muvofiq kafolatga ega qilinganligini aytdi degan. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan biz Xitoyning islomga qarshi elib berayotgan urushini, shundaqla ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqini asos qilgan musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaydigan 30 islom davlatini ayblaymiz dedi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti Davlat ishlari mahkamasi Tayvan ishlari ishxonasi va Xitoy Xalq Cumhuriyeti Davlat ishlari mahkamasi uchrashxonasi 10 avgust, ya'ni bugun Tayvan masalasi va Xitoyning yangi davrda bir gavdalashishi nomli aqtashliq kitob e'lon qilgan bo'lib, kitob Tayvan Xitoyning bir qismi. Bu munozara talab qilmaydigan haqiqat. Xitoy Kommunistik partiyasining Xitoyning birlikka kelishini amalga oshirishdagi qat'iy tirishchanligi, Xitoyning to'liq birlashishi to'xtatqili bo'lmaydigan jarayon. Yangi davrdagi milliy birlashish, tinchlik bilan yangidan birlashishning parlaq kelajagi qatorliq 5 cho'ng temani cho'radigan holda yozilgan bo'lib, Xitoyning egalik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatli kafolatga ega qilish sharti bilan yangidan birlikka kelgandan keyin Tayvan alayda ma'muriy rayon bo'lish sifati bilan yuksak avtonomiya huquqidan bahramand bo'lganligi yo'ritib berilgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xitoy Sharq Turkiston va Tibet uchun mushundoq degan, davlatimizga tajovuz qilib ishg'ol qilgandan keyin Xitoyning bizga bergan avtonomiyasi mustamlika va irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Tayvan xalqi Xitoyning aldam xaltasiga tushib qoladigan ahmaq xalq emas dedi. Millatim g'aflat jaholat uyqusiga qonmading. Barcha millat ko'z ochib o'yg'andi sen o'yg'anmading. Xaruzarliq ostida mahkum mazlum qul bo'lib, senmi millat, senmi inson bo'lg'ining o'ylanmading. O'yla millat, tarixing bak shonu shavkatlik edi. Endi ne alga tushib qolding nechun zorlanmading. Mustabid bosqinchilarga bosh egib taslim bo'lib, o'zlashib ketmoqchi bo'lgan shum xayoldan yonmading. Barcha millat erkin ozodlik kurash maydonida atlanib jangni qizitdi, sen texi atlanmading. Zulmi istibdodga qarshi jon tikib qon oqqizib, yettilar maqsadlariga, sen amal qo'llanmading. Xaruzarliqda yatursan bulg'unib hayvon kabi, sen bu xilda yotqili inson emas hayvonmiding? Asli nasling shoni shavkatlik turk qoni turib, ar-nomusni qo'yib vijdon setishdan yonmading. Millatim o'tdi beshingdan xilma-xil ochiq sinoq, hech biridan sen tuzuk ibrat ilib o'ylanmading. Qahramon ajdodlarning har qaysi erdi arslan, erdilar sen nasli boshda ya bilak bir qolmading. Millatim o'yg'on, ko'z och, tur, bosh ko'tar, inson isang. Yoki sen insoniyatlik shonini qo'yganmiding? Ar-nomus turk eliga xaruzar mahkum yashash, ne uchundir millatim bu holga sen arlanmading. Ey azizi, aqla tarixingni dunyo oldida, tur ko'zing och, nega g'aflat uyqusiga qonmading. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.